dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz borku, fason bo'lib kiyim olib, ana qumoq qushi borku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nimaga kelganini o'zi bilib sizga aytaman dada. Aka nima qilyapsiz? Ha, bu Yangi O'zbekiston bog'ida shunaqa piknik qiladigan joylar ham bor. Shashlik qilib, uydagilar bilan o'tirasan. Uydagilar bilan deyapsiz, ota-onamni chaqlarga olib kelib shashlik qilish xayolingizga kelganmi? Hayolim kelgan, ota-onam dam olishga kelmaydi. Siz faqat xotiringiz. Ha, qilavering. O'ylaring, jentillar, o'ylaring. Dada, men bildim akam nima uchun Yangi O'zbekiston bog'iga kelganini. 19-aprel kuni ayam yaxshi ko'radigan aniq K-popperlar bor-ku, WhatsApp. O'shana qo'shiq aytadiganlar konsert berar ekan. 20-aprel kuni siz yaxshi ko'rgani bor-ku, gitara, Mirjalol Ne'matov o'sha konsert berar ekan. Undan tashqari shanba va yakshanba kunlari bu yerda karnaval konsertlar bo'lar ekan dada. Mana shu o'g'lingiz sizni bir marta Toshkentda konsertga olib kirdimi? Olib kirmaydi dada. Bu xotin quli-ku. Dada, ana qishloqdagi uyning kadastrini menga o'tkazing.